Mana shu uy, mana. To'g'ri dedingmi? Mana shu. Продается deb yozib dacha deb. Uchilari xonadonni atrofini ko'rdingiz. Eng chekka joy shu ya. Bundan boshqa joyda ikkita dacha bor, bo'ldi. Aslida eng cheti shu. Bu yo'q ham dala hovli. Dala hovli. Ha, yashaydigan odam yo'q atrofda. Yashaydigan. Bular ko'rda bergaylarda. Ha, men mashinam mana shu turgan. Mashinam shu turadi. Mashinam shu turadi. Hozir aytaman, mana shu stol-stollar. Stol? Ha, keling. Odamlar yana ertaga yo'q, bular boshqa dachaga bor deb qolishi mumkin-da. O'sha yeb, ichib. Yemaydan chiqarmayapti-ku. Nega olib qolganmi? Men boshda turibman, u men turibdi, urishayotgan paytimizda. Tushunarli. Balkonlarni ko'rsak bo'ladimi? Klorida ham yo'q, klorida. Sveti bormi? To'ki bormi? Tinchlik. Yo'da ham xona bor-a? Ha, yo'da ham xona bor. Sveti bormi? Bor. Qaysi xona edi? Shu xona. O'sha menchi birinchi qolgan paytda Shu yerga kirgansiz. Yo'q. Men narigi xonada yotgandim. Keyin bu xonaga o'ting dedi negadir. Keyin bu xonaga o'tganman. O'zi o'sha mazamni. Ha? Nima bo'lgan? Buni menchi mashina. Hozir aytamiz. Ovozi. Nima dedingiz bu kishiga? Bu kishiga nima dedingiz? Videosi shida bo'lgan ekan. Ha, qanaqa videosi? Ko'rdim-da. Bu shit nima bu? Agar men sizga shunday yo'lni tushuntirganda topib kela olarmidingiz? Yo'q, aniq topib kelaman. O'sha kuni men mana Jahongir do'stimga, blogerlarga, yuristimga ishonasizmi 50 martadan ko'p lokatsiya tashladim shu yerda turib. Lokatsiya даже ko'rsatmaydi deb aytdi. Tushundingizmi? Ana xohlasangiz, Hozir ham adashib qoldik. ha, hozir ham masalan mana zo'rg'a topib keldik. Men bir marta Necha kelganman. marta o'tib ketdik bu yerda, qanaqa o'tib ketdik, qaytdik, topolmayapmiz-da. Mana rosa qiynalib topdik. Agar siz hozir masalan mana shu yerdan xohlasangiz lokatsiya tashlab ko'ring, Toshkentga masalan birorta do'stingizga topib kela olarmikan bu yerda? Topib kela olmaydi. Ular agar ichki ishlar oldindan kelib, bu yerda ko'rib, ko'rmagan bo'lsa, bilmagan bo'lsa, mayli men ularga tuhmat qilishdan yiroqdaman. Mayli ko'rmagan bo'lsa, qanday topib keldi? Topib kela olmaydi-da. Men masalan kelgan odam bo'lib turib topib kela olmayapman hozir. Qiynalib ko'rdingiz. Bitta bor-ku, nash bor-ku, kim bilgan odam qanday buni? Kim orqali kelganlar O'zbekka? Bilmayman, aka. O'sha bizni o'sha olib kelayotgan odam o'zlari gaplashgan. Yana u Nexia adashmasam Nexia 2da, yo oq yo kulrang bo'lishi mumkin. Boshqa qora pora emas, aniq bilaman, oq bo'lishi kerak Nexia 2da va yo'lda kutib turgandi. Men ko'ningizdeklar bilish kerak-ku, kim orqali qanday qilib yo'qqa kelgan. Qarang keyin amaki, mana bu opa aytayapti. Avval mazam bo'lmay bu xonaga kirdim deyapti. Tanam qizib ketyapti, bilmayman, temperatura qilyapman, boshqaman. Bu xonaga kirib deyapti. Kirib o'zimni bir yengil his qilish uchun deyapti, shu yerga yotdim deyapti. Yotmoqchi bo'ldim deyapti. Keyin sizni bu xonaga kim kirgizdi? O'sha narigi yigit kiritdi-da. Bu xonaga kirib yoting dedi. Bu xonaga kirib yoting dedi. Bu xonaga kirib yoting degan, xullas qanaqadir nimadir ichirgan, karaxt holatda bo'lgan, o'zini bilmagan holatda bo'lgan. Bilasiz, shunaqa dorilar bor. Endi buni bu kishi aytayapti, o'sha holat bo'lgan bo'lsa kerak deb, chunki shunaqa o'zimni his qildim deyapti. Nimadir qizil ichimlik ichirdi deyapsiz-ku. Turadi. Yuring, oldilariga yuring, oldilariga. Qo'yish mumkin bo'lgan joyni yana bir marta ko'rsating. Ha. Mana azizlar, Captiva qayerda turgan? Mana shu yerda turibdi, mana darvoza, mana shu yerda turibdi mening mashinam. Mana shu yerda turibdi. Kirib kelgan joyda. Ha, mana shu yerda turibdi. Lekin menga o'sha kirgan odam hammasi ko'ra, kichkina mashina emas-ku. Men mana shu yerda turib, mana shu yerda bunday ana shu reshotkalarni oldida bunday qaratib, borib videoga olganman. Efir qilganman shu. Shunaqa narsa o'ylaysangiz bir efir qilmaysiz-ku, ketga, birov ko'rsatmaysiz-ku. Mana shu yerga stol qo'ydi menga. Mana shu yerga stol qo'ydi, maytga qog'oz qo'ydi ruchka bilan. Yozasan, mana shu yozasan, men mana shu yerda o'tirdim. Keyin ichki ishlar xodimlari shu yerda turdi. Ana telefonimni ishlatmaysan degan odam yonimda mashinada turdi. Men mana yerda o'tirgan bo'lsam, u meni oldimda turdi. Mashinada qarab turibdi, umuman telefonimga foydalantirmadi meni. Bu telefonim ham
aytyapman-ku, boshqa narigi xonada bo'lgan anaqamda sportivkamda olib keyin kiyib olgandan keyin ungacha topolmadi. Hamma yoqda qidirib tashladi, topolmadi telefonimni. Bu stul yo'q edi u kuni. Qolganlar hammasi chiqib ketgan. Bitta men o'zim qolganman va ular o'sha sotrudniklar qolgan. Mana shu eshikda oldida boyagi janjal, to'polon mana shu yerda bo'lyapti, chunki men maytdan chiqib ketaman deyapman-da. Mana shu yerdan chiqib ketaman, chunki hamma chiqib ketdi, bitta meni olib qoldi. Keyin o'sha yerdagi masalan qolganlari ham o'tirg'izib, hammaga bitta paytda bitta joyda yozdirsa bo'lardi. Yo'q, ular unaqa qilmadi. Bitta o'zim yopib qo'ygan, mana shunday qilib yop deb bittasi tashqaridan yopib turibdi, chiqib ketmasligim uchun. Bittasi maytda turibdi, bittasi mana shu kameraga olib turibdi. Biz mana shu yerda turishganmiz. Kameraga nechta kishi olyapti? Bitta odam olyapti. Bitta kichkina mana shunday operativniy, kichkina mana shunday kamerada mana shu yerda turib olyapti. U ham savol beryapti. Nima o'sha savollari shunaqa baqiryapti. Men aytayapman, yo'q, faqat ichki ishlar kelsa gapiraman. Anaqalarim, advokatim, yuristim kelsa gapiraman. Men hatto ism familiyam aytganim yo'q. Yozasan deb keyin o'sha bu yoqqa turtib ana qildi, itarib mana shunday tortdi bu yoqqa. Keyin o'rtaga mana shunda turdim, atrofimda turib olgan, o'tir mana shunda yozasan dedi. O'sha boyagi joyda o'tirdim. Keyin oldimga qog'oz bilan ruchka qo'yib qo'ydi, yozmadim. Keyin oldimga kelib o'sha orada bir 2 soatcha meni oldimga hech kim kirgizmadi. Ular faqat o'sha dopros mana shunaqa qilyapti meni. Keyin bir 2 soatdan oshgandan keyin Gulbahor oldimga keldi, chunki rosa sovuq bo'lib ketdi-da, tashqari sovqatimni ko'rib olmagan. Keyin bir payt kelib oldimga keldi, nimaga bu kirib oldi, chiqarib tashlaman uni deb Gulbahor chiqarib yubordi. U ham kelgan-ku bu yerga. Kelgan, lekin undan hech kim ishini so'ramay, boshqa hech kim bilan qiziqayotgan yo'q. Faqat men bilan qiziqyapti, meni qo'yib. Amaki, o'zim men birinchi bu xonaga kirib yotgandim-da. O'sha mazmuni keyin bu yoqqa kirdim, mana shu yotdim-da. Gulbahor keldi oldimga, nima bo'ldi, tinchlikmi, yaxshimi, shu mazam bo'lmayapti. Shu bilan o'sha keyin yo'q, nari xonaga. Sportkam bu yerda qo'ygan. Bu xonada qo'y. Bu yoqqa kirgansiz, keyin izingizdan u kirib ketdi. Shunaqa bo'lganda endi u yog'i tapir-tupir bo'lib ketdi. Keyin men chiqdim, ular meni qidiryapti. Men spatikam aytayapman, telefonimni rosa qidirib. Hamma telefonni yig'ib oldi-da, hamma telefonni. Hech bitta ortiqcha syomka boshqa qilgan yo'q. Viloyat ichki ishlar boshqarmasini xodimlari kelgan bu yerga. Bo'stonliqniki qolib. Qarang, bizni o'sha voqeadan keyin bir haftadan keyin viloyat ichki ishlarga chaqirdi. Guvoh sifatida keling dedi. Men bordim, chunki men ungacha hech qachon tushuntirish xati yozmaganman bu yerda ham. Hech birorta qog'ozga qo'l qo'ymaganman. O'sha kecha axborot xizmati rahbari aytayapti, o'zlari kelishgan bo'lsa kerak, boshqa qilgan bo'lsa kerak, men bu anaqaga ekspertizaga olib bordim. Men aytganman, bu yerda ekspertizaga olib bor, men ekspertizaga olib bor. Men hech kim bilamasam bir palovat yo'q, biror narsa qilganim yo'q. Ekspertizaga olib bor deb qayta aytganman. Yoki Toshkent viloyati ichki ishlariga olib boringlar deganman. Yo'q, qayta aytdim, olib bor ichki ishlarga, Toshkent viloyati ichki ishlariga olib bor deb olib borgani yo'q. Qani bitta uchastkovoy deganman, qani uyda egasi deganman. Masalan, qani uyda egasi uchastkovoy, qani ariza bor dedi. Xo'p, qani o'sha ariza deyapman. Hech qanaqa ular hujjat qog'oz ko'rsatgani yo'q menga. Faqat menga o'sha shu haqiqatan shu holat bo'ldi deb yozishimni talab qildi mendan. Tinnimisiz? Yozasan, yozmasang ketmaysan. O'sha aytayapman, telefon aytayapti-ku, telefonga ular yonidagilar ham olishi mumkin deb. Qanday oladi? Bittasi meni yonimda turib ketgan videosini hamma ko'rdi masalan. Bittasini o'zi уже mazasi bo'lmay qoluvdi-da, o'tdi. Ulardan keyin ham polni qusib endi uzr, xunuk anaqa выражение uchun mazasi bo'lmay, quzib o'ziga kela olmay dabdala bo'lib qoldi. Chunki o'sha ichimlik u ham ichgan bo'lganda. Ya'ni o'sha Bobur akani aytish bo'yicha o'sha uydagi bo'lgan odamlarning o'zi ham olgan bo'lishi mumkin degan gap. Hammani telefoni yo'q. Keyin masalan qarangda, o'sha 5 kishi bo'lgan ular, 5 kishi edi. Bittasi videoga olib turibdi, ikkitasi o'sha hujjatini ko'rsatdi menga, Toshkent viloyati IIBdamiz deb. Yana ikkitasi umuman o'zini tanishtirmadi ham, kim bular deb so'raganimda, siz ishingiz bo'lmasin dedi. Kim aytdi bu gapni? O'sha ichki ishlar xodimlari aytdi. Qaysi biri? O'sha Ziyod bilan